Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Qatarda 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar ishtirok etayotgan jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi muvaffaqiyatli yurishini davom ettiradigan bo'ldi. Islom Ismoilov shogirdlari guruh bosqichida 2-o'rinda yakunlagandan keyin play-offning birinchi uchrashuvida kuchli raqib Xorvatiya bilan kuch sinashishiga to'g'ri keldi. Yevropa vakili guruh bosqichida tartibli, hujumkor va mustahkam himoyalangan o'yini futbolchilarning yuqori jismoniy tayyorgarligi bilan ajralib turgandi. O'zbekiston va Xorvatiya o'rtasidagi bahsda har ikki tomon o'zining ustun jihatlaridan kengroq foydalanishga harakat qildi. O'yinda hisobni ochish hamyurtlarimizga nasib qilgan bo'lsa-da, xorvatiyaliklar o'yin yakunlanishiga 10 daqiqa qolganiga mag'lubiyatdan qutulib qoldi. Musobaqa qoidasiga ko'ra, g'olib jamoa penaltilar seriyasida aniqlandi. O'yin yakunlanishidan avval Islom Ismoilov darvozabonni alishtirib, Ibrohim Shokirov o'rniga Ne'matulloh Rustamjonovni maydonga tushirdi. Bu taktika ish berdi va futbolchilarimiz penaltilar seriyasida 4-3 hisobida zafar quchdi. Osiyo futbol konferensiyasi Jahon chempionatida qit'a chempioni sifatida ishtirok etayotgan O'zbekiston o'smirlar 17 terma jamoasi g'alabasiga munosabat bildirdi. O'zbekiston Qatarda davom etayotgan Jahon chempionati 1/16 finalida Xorvatiya futbolchilariga qarshi maydonga tushdi. Har ikki terma jamoa uchrashuvni xavfli zarbalar bilan boshladi. Raul Kumarning bosh bilan darvoza to'g'ri yo'llagan zarbasini Ibrohim Shokirov qaytardi. O'zbekiston 24-daqiqada Sayfiddin Sodiqovning o'ng qanotdagi ajoyib o'yini samarasiga hisobni ochdi. Sodiqov uzatgan to'pni Sadriddin Hasanov boshi bilan darvoza to'riga joyladi. Ikkinchi bo'limda Aslbek Aliyev yo'llagan jarima zarbasini raqib posboni Mati Graxovats katta mahorat bilan qaytardi. Ustunligini golga aylantira olmagan o'zbekistonliklar tez orada buning jabrini ham ko'rdi. Xorvatiya o'yinning asosiy vaqti tugashiga 10 daqiqa qolganda hisobni tenglashtirdi. Shokirov to'pga chiqishda xato qildi. Gabriel Silva jamoadoshi Tino Kusanovichni pas bilan ta'minladi va hujumchi gol urib g'oliblik masalasini penaltilar seriyasida o'tkazdi. Penaltilar O'zbekistonga xursandchilik keltirdi. Zahridan maydonga tushgan darvozabon Ne'matulloh Rustamjonov qahramonga aylandi. Har ikki jamoa futbolchilari birinchi zarbadan foydalana olmadi. Rustamjonov seriya davomida Kumarning zarbasini qaytargan bo'lsa, Hasanov hal qiluvchi zarbani aniq yo'lladi. Endi O'zbekiston o'smirlar 17 terma jamoasi seshanba kuni 1/8 finalda Yevropaning amaldagi chempioni Italiya terma jamoasi bilan o'ynaydi.